Bu magnitofonimizni jenteraga qo'ymoqchi edik. O'sha qo'yib bo'ladigan, qo'yib eshitgizdirdim. Yoqmadi. 4 teshikli gaz kolonka. Bitta tayda sezinkani tayda mingtalik osillitr bor edi. Akamiz undan oldin Karazero mafonda yurishardi. Bu mafonda kayfiga tushib qolishgan ekan ancha. Bu magnitofonda eshitgizdirdim. Yoqmadi. Yoqmadi. Buni uyga qo'yib beraman. Buni qaytarib bering joyiga deyishdi. Qaytarib digirovkalarni har bitta notasigacha qaytarib joyiga qilib berdi. Akamiz hammasini eslab qolishgan ekan, notalarni shularni joy-joyiga qilib, xudo xolasa o'zlariga yoqilgan qilib qaytarib joyiga qilib berdi. Akalar, imkon qadar bunaqa Karazero yoki Pioneer magnitofonlar ham bo'lsa, bunaqa oddiy magnitofonga qaytishni maslahat bermayman, chunki siqilib qolasizlar.